Assalomu alaykum. Men ismim Mamajonova Dilnoza. Qirg'iziston Respublikasi Jalovot oblasidan keldik. Bundan oldin men qizim tug'ma nusxali mikrotiya bilan davolanamiz deb, plastika qilamiz deb doktor istab yurdik. Jalovotga bordik, O'shga bordik, Rossiyalarga murojaat qildik, Toshkentga borib natija ko'rmadik. Toshkentda bizga Xolmatov Abdusomin Davlatovich topdik internet orqali. Shu bilan bizga plastik jarrohga o'tkazib, bizga quloq eshitish jarrohligini o'tkazdi. Xudo xolasa hammasi joyida, juda ham muvaffaqiyatli o'tdi operatsiyamiz. Xolmatov jamoasi men qizimda svish bor edi, qulog'ining orqasida. O'sha swishni operatsiya qilib bartaraf qildi. Keyin tashqi eshitish yo'llarini ochib berdi. Qizim hozirda yaxshi eshityapti. Rahmat bu jamoaga, Alloh rozi bo'lsin.